Fernando nimalar qilib tashladi hozir. To'z hal qildi. Ketma-ket futbolchilarni aldab o'tib, javob golini uryapti. Mana endi qiziqarli o'yin deya olamiz. Olasan zarba, gol. Yo'q, baribir bu yerda bitta to'p kiritishni eplashdi. Qizilqum futbolchilari 5-2 va hozir demak yo'ga diqqat e'tiborimizni to'liq o'yinga qaratsak bo'ladi. Va mana bu vaziyatda yana pas Fernandinho'dan Bruz. bitta hujumni yakunlash imkoniyati bor edi. Qizilqum hujumga yurishda davom etyapti. Zarba hozir xavfli va gol. 4-5 tezkor javob. Yana pas Fernandinho'dan Bruz. Fernandinho yana asabiylashyapti sheriklari, yordam bermayotganlar. Hozir bu ham gol bo'lib qolganda bilmadim qanday so'z topish mumkin. Fernandinho zarba. Baribir futbolchilar dastlabki daqiqalar bo'lgani uchun ko'proq imkoniyati berilyapti. Hozir yaxshi vaziyat va gol hisob ochilyapti. Enrique Suarez darvozani ishg'ol etdi. Eng qizig'i kecha vaqt 5 kishi bo'lib o'ynayapti. Qizilqum hujumda gol! 7-7. Hisob tenglashyapti. Bugun qaysidir jamoa ortda qolayotgan bo'lsa, hisobda xarakter. Gap so'z bo'lishi mumkin emas va bu golni kim urishi mumkin? Allayor Sadirov oldingi pas. Yana Sadirovning o'zi qayta to'pni qabul qilyapti. Uning uzatmasi xavfli.